Kechirasiz. Assalomu alaykum. Meni bitta savol bersam, maslahatingiz kerak edi. Bilasiz, bayram kirib keldi, lekin men onamni xafa qilib qo'ydim-da. To'g'risi aytaman, qanaqa qilib uzr so'rashni bilmayman. O'shaning uchun oldingizga kelgandim maslahat olgani sizdan. Ularga gulam olgan edi, men qizig'im. Nima desam bo'ladi? O'tirib turavering uzrni. Nimadan gapni boshlashni bilmayman. Yo'llariga borgandan keyin chunki qattiq xafa qildim. Shundan gul berib, kechiring onajon desangiz bo'ldi, bag'ringizga bosib. O'zlariga aytolmasam kerak bu narsani. Yo'q demasangiz videoga olib qo'ya olasizmi? Video orqali ham aytib berardim-da ularga. Video nima qilasiz? Живой yaxshi. Живой ham aytaman, hozir aytganidan ko'nglim qanaqadir. Osmi, onajon assalomu alaykum. Bilaman ko'lingizni ortib qo'ydim, lekin bilmagan ekanman. Siz bizani kichkinaligimizdan shunchalik katta qilib tarbiyalaguncha qanchalik qaysarliklarimizni ko'targaningizni, nima xohlasak olib berganingizni, bab ona ekanda farzandidan qanaqadir narsa kutmas ekan. Lekin sizga aytmoqchiman, boringizga shukur ona. Siz bo'lmaganingizda biz bunchalik katta darajaga erishmas edik. Xursandman sizdagi onam borligidan. Men yana bir marta sizdan uzr so'ramoqchiman, shunchalik xato qilganim uchun. Sizni yaxshi ko'raman. Sizdagi ayol dunyoda yo'q. Borimsiz onasiz. Rahmat sizga kattakon. Nimaga yig'layapsiz? To'xting. Farzandlaringiz bormi sizni? O'g'lingiz bormi? Ismlari nima? Bahrom. Bahrom akani nomlaridan bugun sizga. Nega yig'laysiz? Yig'lamang. Onam esimga tushdi. Bugun ay chiqdi